uyqusiz, kechqurun postoyanniy og'riq, ish qila olmaysiz. Yo'q, harakat. Kecha o'tira olmayapti desam, anta ko'zlaringizdan yosh chiqib ketib, oxiri. Shu lechena qilmaguncha odam bilib bo'lmaydi. Kimdir misol uchun birinchi kundan zo'r bo'lib qoladi. Kimdir u bir haftagacha hech qanaqa rezultat sezmaydi. Foyda bermayapti ham deb o'ylaydi misol uchun. Kesmasdan, teshmasdan grejani rassasini qilib surdirish. Qanaqa holatingiz yaxshimi? Yaxshi, ancha xudoga shukr. Kecha og'ir holatda edingiz. Kechqurun obosтрение bo'ldimi mana? Yo'q, unaqa bo'lmadi. Kamroq bo'ldi. Ana nima dedi, lecheniyalardan keyin ozgincha ko'paydi-da. Keyin og'rig'i kechga borib qolib, ertalab uyqudan tursam, yengil holatda turdim. Unaqa hali ancha 2 oydan beri juda qiynaldim. Uyqu ham yo'q edi. Yo'q. Uyqusiz, kechqurun postoyanniy og'riq, ish qila olmaysiz. Yo'q, harakat. Kecha o'tira olmayapti desam, anta ko'zlaringizdan yosh chiqib ketib, oxiri. Ancha yaxshiman, Allohga shukr. Baraka topinglar hammanglar. Bittada xudo xolasa ancha rezultatlar bo'ldi inshaalloh. Bitta kecha o'zi birinchi kundan ham yaxshi bo'lib qolishingiz mumkin yoki bir haftadan keyin ham yaxshi bo'lishingiz mumkin. O'shaning uchun lechena qilmaguncha odam bilib bo'lmaydi. Kimdir misol uchun birinchi kundan zo'r bo'lib qoladi. Kimdir u bir haftagacha hech qanaqa rezultat sezmaydi. Foyda bermayapti ham deb o'ylaydi misol uchun. Undan keyin yaxshilanib boradi anaqasi. Glavoris foyda tegan bo'lsa xursandmiz. Ilohim shifoli bo'lsin. Shu yerda chopqillab chiqadi. Biz ham bir kunda rezultat zo'r bo'lsa, bizga ham interesli, qiziqdi bizga ham bor. Zo'r. Omadingiz bersin, Alloh shifo bersin. Baraka topinglar hammanglar. Obodingizmi? Plazma qilsa bo'ladi. Bo'ldi. Yes. Hozirgi bemorimiz ham kecha og'ir holatda greja pristup bilan kelgandilar. Bo'ladi ham 1 santimetrdan oshiqroq greja pastga azizini oqqan holatda kelganlar. Mendan ko'ra o'zlari ancha xursandlar, baribir ularni ko'rib biz yana xursand bo'laveramiz. Ko'pchilik o'ylaydi, oyog'ida og'riq bo'lsa, boldir sonida, yo shamollatdan o'ylaydi yoki issiq sovuqqa chalinib, shamolat qo'yib nervini deb o'ylaydi. Aslida bu ko'p holatda umurtqa disk chorrasidan bo'lishi mumkin, ya'ni позвоночник grejalar. Uni aniqlashlik uchun albatta mutaxassisga borish kerak. Undan so'ng esa mutaxassis unga balki MRTga jo'nattiradi. MRTdan keyin javob chiqqandan keyin ko'p holatda o'zi greja bo'ladi. Endi bu og'riqqa chidab yurib, umrimizni, vaqtimizni o'tkazishga hech ham keragi yo'q. Chunki qiynalamiz, ana o'tib ketadi, mana o'tib ketadi deb e'tibor bermaymiz va oxirida bir ayashli holatgacha olib kelib qolishimiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun agar kimga ko'nglingiz chopsa, misol uchun o'zingiz bir-biriga doktoringiz bormi yoki bir bizga o'xshagan bir mutaxassis insonlarga bo'lsa, albatta ko'rining, MRTlaringizni olib boring, ko'rsating va lechena qildirish kerak bo'ladi. Endi men shu aytib o'tmoqchimanki, hozirgi kunda grejani operatsiyasiz davolatmoqchi bo'lsa, chunki operatsiya yo'li bilan davolanadi va operatsiyasiz yo'l bilan davolanadi. Hozirgi paytda sinovdan o'tib kelayotgan eng yaxshi ijobiy natijalar berayotgan bu rezorbsiya metodikasi hisoblanadi. Hozir bizlar buni O'zbekistonda birinchi bo'lib boshlaganmiz rezorbsiya metodikasini. Bu ya'ni kesmasdan, teshmasdan grejani rassasini qilib surdirish deyiladi. Kimda shunaqa holat bo'lsa, kuzatilsa, shu videoga kuzatish davomida savol tug'ilgan bo'lsa, albatta kommentariyga yozing. Quyida nomerlarni yozib qoldiramiz. Albatta biz bilan bog'lanishingiz mumkin bo'ladi.